Ya altın yaxshi ko'rib kimlar keladi-da? Bizlar deydi salon teatrimiz, bizlarga mindim bo'lsin. Bütün iç karalar bunu görse aytadı özü. En ben kıdırıp yürüyen aboyum şu da. Tut görseyizlerimizi. Miyah ki, glat ki bu tut. Çok kinersin. Özünde lampiskeler hem yanıp tut. İşana verin. Şu gapime. Ne çünkü diyelim mi? Özü 3D, MRD, 7D, 16D, Haqlançalı, Kurd de bu traversler bu aboya karasanızlar. Ya bo'lmasa bu için bir ullu maşin, yük maşin ya furalan etke şart emas. Kolunuzda şunday kuchlar bekitaverasiz. Nechik, nov deydi. Assalomu alaykum qarindoshlar. Shunday ofislarda bo'lib ishlarni bajarib o'tiradiganlar uchun bugun bir zo'r video chiqarib beramiz. Bu nechik bo'ladi? Siz ofisingizda remont etayotirsiz yoki shunday bir neobычный etib chiqaradigan oboy qidiribsiz. Remontdan nechasam ekanda. Shuni hozir sizlarga yechimini aytaman. Hozir nechun biz o'zimizni o'tiradigan yerimizni, ishlaydigan yerimizni arkasında baboylarını koyganımızdan bilseniz bo'ladiki, baboylar shunday bir seriozli ishlarni bitirib beradi baboylar. Seriozli ishlarni bitiradi baboylarni sizlarga bugun obzor etib beraman. Gittik. Birinchisi, meni ichimdan ham qara bo'lsa kerak-da. Bütün iç karalar bunu görse aytadı o'zi. Eng men qidirib yurgan aboyim shuda. Hazil. Elam bu narsa mishka uyina bo'ladi. Bez rasxodni, atxoti yo'q. Birinchi bu nelarga ketadi? Ofis. Ikkinchi shunday bir zona o'tiladigan bo'ladi bir devorda. Shunga eng kerakli narsa. Ikkinchi men eng yaxshi ko'radigan narsam, hali o'zim zotmadim, lekin zotaman deb dim ko'p vaqtdan bana aytib turibman. Vaqtim bo'lmaydi o'tdi. Bir xonamni shunga ajratacakman, kinoteatr o'tacakman uyda. Ana shu kinoteatra qo'yaman deb turibman, xudo xolasa shu bo'yni. Imенно kinoteatra qo'yinglar, ko'rasdan chiqib olsin. Uyda televizor ko'ramiz. Bir soat bo'lsa ham televizor ko'ramiz. Endi hozir televizor ko'rmagan vaqtlarim yo'qdan, ko'pchiliklarda vaqt yo'q. Uydagilar lekin pasiyent televizor ko'radilar. Televizorda ko'za zararlik kuchli bo'ladi. Kinoteatrda bo'lsa zarar bo'lmaydi. Sababi proyektor yanadi arkadan, yoqdi, arka devorga borib tushadi. Seni ko'zingga zararli unchalik bo'lmaydi. Meni fikrim, yana sizlar fikrlaringizni qoldiringlar. Endi hozirgi televizorlardan menimcha lekin metr berilgan, falan metrda o'tir, falan diametrli televizorda deyilgan. Shuni hisobına ben bir kinoteatr degan bir xonani zo'taman deb ko'pmi, shunga ishonishni tavsiya qilaman. O'ta zo'r. Birinchidan qorong'ulik gösteri, u qorong'uga dunuk beradi. Ikkinchidan suv yutadi. Tutib ko'rsangizlarimiz, miyahki, glatki bu tut. Çok narsa. Rengi, dizayni nov deydi. Fikrlarni kommentariyada qoldiringlar. Ikkinchi ko'rsatsak narsam o'ta zo'r. Bu aniq iç karalara gitadi o narsa. Vay. Atxot yo'q, rasxot yo'q. Lekin oboya qarasan. Oboyni paloskasini kepasamanda. Oboyning paloskasi oltin svet bilan o'tdi. O'zi qop-qora. Meningdek qora narsani bilmadim men. Gecham bunchalik qora bo'lmaydi. Lekin yoldirashi o'ta zo'rdan. Paloskasi o'zina bir neobычный narsa barabar. Nozik etib berilgan. Noziklar uchun deymizmi ya baboyni? Ya oltinni yaxshi ko'rib kimlar keladi-da? Bizlar deydi salon teatrimiz, bizlarga mindim bo'lsin, qop-qora bo'y banglar, yo mindim bo'lsa, shular uchun dim zo'r narsa-da bu yana. Salonlar ham ketadi. Bir dona yana gelin ko'nakni qo'yaman desa, qop-qora bo'yni o'ldinda oppoq gelin ko'nak lop bitib ko'rinib turadi. Qidirib misli asl baraka sizlar uchun tayyorlab qo'ydik bu narsalar. Yana. Ya bo'lmasa bir uyda shunday narsa bo'lib qoladi, bir devorda televizor qo'yaman, qop-qora bo'lsin sho'ri degan vaqtida ina sizlar uchun. Ko'p yillaringizga tavsiya bo'ladi bu narsa. Gelsangizlar bizlarga
Plan yok olsa özümüz planlarınızı taklap beraberemiz. Polnisti. Patologizda işletedonmu, devalızda işletedonmu, hemmeriz işlep beredon aboyumuz. Çok duradan aboyumuz. Öte zor duradı. Ana mesela kinoteatrıza koyamam deseniz, sizin kinoteatrınız tayar eyam. Geleveres karındaş kinoteatrıza aboyu alıp koyma. İmanta ise bir devalızını takliman deseniz bir devalızı. Ya gelin yönek salonunuz olsa gelin ben size aboyunu berabereme. Tayarlak koyma. İki aboy. İndi şunu aboylan gösterimiz. Şu öte zor aboylardan birisi. Bu aboyun ağzı şunda bir gösterme. Bunda siz tok tartıp yakıp oturuşunuzdan şart emas. Özünde lampiskeler hem yanıptır. İşana verin. Şu gapimi. Ben çünkü deyanımni özünüz görüp baxa verasizlar. Sizler için bize siyim, tok, lampiske deyan narsalarni kaygırmaslıklarınız için özümüz yine lampiskelerden yakıp koymayız. Niçik bu? Karandaş fikrinizden ayting. Haqiqiy lampiske bilan yakıp koygandik. Rengi var, aç rengi var, dok rengi var. Haqlan. Butunu koyun. Lekin dok renginde efekti güçlürak buladı. Aç rengine karaganda. Aç rengi zor göründü mü, dok rengi zor göründü. İkisi hem dahşet renk. Bir-birisine ne? Lampiskelen yanıp duruşuna karangine. Lekin hiç tam yok, tep-tekiz. O bu ne efektine karang. Siz kaysına ağam bulaydınız? Yazınlar. Açı mı, doku mu? İndi yok, bize çiziklısı gerek miydi? Desenizle çizik emas. Arayını bak. Ey arayını hem düm yamanı gek kaldık o. Arayını hem düm yamanı gek kaldık. Yine arayını. Muham siz için lampiskeler, tok tartıp, kelle hareket oturmaydı onun nerse. Özü 3D, mridi, 7D, 16D, haqlançalı, kur D de bu traveresler bu. Aboya karasanızlar, kur D. Eğer yok, bu karamtır eken deseyizler sizler yenen bir xil variantı bana. Yanına kelemiz bunam. Hoppa. Yine seri yapamasa tümni kayısı zor oldu indi. Bunu bürt duruşanlar, müteyin de lampiskeleri bile. Haqlanlar yine tümnisi yok deseyizler. Ana açkı. Liboy dekorunuzni, liboy efektinizni berip biladon narsa. Endi sizlere yok, bundan emas, bizlere bir başqacharoq bo'lsin desangizlar, o'ta boshqacha vaziyat. Himalay tağlarından doğru ullu daşlarni olib kelib qo'ydik yana. Daşlıklar kesib bilinman deysizmi? Yo'q, o'zi bir topda 10 metri bor. Xohlayingiz ikkitamiz. Bu uchun KAMAZ tutib o'tirish. Ya bo'lmasa bu uchun bir ullu mashin, yük mashin ya furalarni ikki shart emas. Qo'lingizda shunday kuchlarga ketaverasiz. Nechik, nov deydi. Ana sizlere effektli. Tağ daşı deysizlarmi? Tian Shan'daki daş deysizlarmi? Neredeki daş deseyizler ana? Bak, tayyor. Pamir tağındaki daş gerek deseyizler, şuna mekkek koyduk. İndam aboyamasanız bilmedim ben. Ben tabii daş koyamam dedi onlara yine. Tabii daş. Yine tabii, hakiki. Bu tüm nizana karanlığı. Kaysını efekti zor görünen olsa şunu bazı para veresli. Şimdi bu Liboy dekor restoran kurup durganlar ya bo'lmasa shundan bir bizning ish o'rimizga tushadi deb o'tirganlar srochniy bu videoni yarib qo'yaveringlar. Bu nevichni narsalarni sizlarni shu og'iringizni yengil qilish uchun kalla ishlamay turganlarni ishlatib beradigan narsalar keldi, xudo xolasa. Qarindoshlar, bu narsalarni sizlar uchun bir to'p atpakka qo'ydik. Aytganimdek fura, sura, ya KAMAZ, ya bunu kesish hech narsa kerakmaydi. Şimdi bir topunda ikkitasida xohlagandan pichoqda shiq kley bilan yopishtirib qo'yasiz. Beladin tongni daşı ya bo'lmasa bir ullu zdanyalaringizga munchalatib qistirib yurish qiyin emas. 10 minut içinde ishingiz bitadi. Qistirish nechikligini ko'rsatib beraveramiz. Kleyni surtasiz, ikkalasini tirpa qo'yasiz, bo'ldi. Ishingiz bitdi. Birinchidan vaqtdan o'tasiz. Ikkinchidan
puldan o'tasiz. Uchinchidan, kalla arqidan o'tasiz. Size уже bunning taklifni yana aytib beray. Ayting qarindosh. Yaqqanini ayting. Qaysi yoqdi? Fikrlarni kommentariyada kutamiz. Sizni o'zingizni asl barakada kutamiz. Kelasiz, sharta bo'ylik ishingiz bitadi. Asa sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana nechika bo'lar, yana nechik narsalarga o'tishni sizlardan kutib qolamiz. Sizlar yozasizlar, biz ko'rsataveramiz, olib chiqaveramiz. Ay yo'q bo'lsa qidirib aytkalaveramiz, shu narsani topish uchun. Davay, bir like'larni bosamiz, podpiska bo'lmagan bo'lsangiz, podpiskani bosib qo'ying. Hali ko'p narsalar bor, O'zimizdan remont ketib qoldi, shu uchun bilib turibman. Qiyinchilik nechikini. Bosing. Xo'sh.